Fyodor Dostoyevskiy. Jinoyat va jazo. Kambag'allik ayb emas, biroq yo'qchilik illat. Birinchisida inson tug'ma olijanob fazilatlarini saqlab qola oladi. Ammo yo'qchilikda ularni hech qachon va hech kim saqlab qola olmaydi. Asardagi personajlardan biri bosh qahramonga bu gapni hayotiy misollar asosida izohlab beradi. Universitetning sobiq talabasi bo'lgan Raskolnikov esa bu gapdan tegishli xulosa chiqara olmaydi. Natijada yo'qchilikdan qutulish, tezda boyib ketish va yuqori mavqega ega bo'lish maqsadida aql bovar qilmaydigan jinoyat sodir qiladi. Fojiali jihati, qahramon o'z jinoyatini oqlaydi. Ammo hayot qonunlari adolatli, jinoyatni jazosiz qolishiga imkon bermaydi. Ruhiy jazo jinoyatchini o'z aybiga iqror bo'lishga majbur etadi. Romanda shu mudhish qotillikning uzluksiz uqubatlari bilan birga go'zal muhabbat tasviri ham borki, u kitobxon qalbini beixtiyor junbushga keltiradi. Birinchi qism. Birinchi. Iyulning boshlarida kunlar g'oyatda isib ketgan, oqshom tushayotgan chog'lar edi. Yosh bir yigit torroq es ko'chasida o'zi ijara qilib turgan hujradan chiqib, ko'prigi tomon beqaror qadam tashlab, ohista yurib ketdi. U zinalardan tusha turib, bir amallab uy bekasiga chap berib o'tdi. Uning hujrasi 5 qavatli baland binoning boloxonasida joylashgan bo'lib, odam turadigan joydan ko'ra ko'proq javonga o'xshashib ketar edi. Bu yerda uning yeyish-ichishi, kiyim-kechagiga ham qarab turishar. Uy bekasining o'zi esa bir qavat pastdagi alohida kvartirada yashar edi. Yigit qachon ko'chaga chiqadigan bo'lsa, uy bekasining doimo lang ochiq turadigan oshxona eshigi oldidan o'tish kerak edi. Va har safar ochiq eshik oldidan o'tar ekan, yigitning yuragi allaqanday sirqirab ketar, po'kkillab ura boshlar. Bundan o'zi ham uyalar, g'ashi kelib yuzini burishtirar edi. U bekadan boshdan oyoq qarzga botib yashar. Shuning uchun ham unga duch kelishdan o'zini olib qochardi. Yo'q, uni qo'rqoq